Assalomu alaykum hammaga. Men navbatdagi 100 kilovatli obyektimizni topshirganimizga 1 oy bo'lyapti. Sizlarga mana sinovdan o'tgan jarayonni to'liq ma'lumotini berib o'tamiz sizlarga. Hozirda sizlarga invertorimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tib ketaman. Invertorimiz Huawei kompaniyasidan 110 kilovatlik invertor. Bu invertorimiz hozirgi kunda yaxshi o'zini oqlayapti. Plus hozir oktyabr oyiga 500 kilovat tok chiqarib beryapti. 162 ta panel, lonji, Haymo 7 dan qo'yib berganmiz. Lekin ishlatgan zashtalarimiz chamak qarshi zaminliga, monitoring tizimiga, Wi-Fi'largacha qo'yib ishga tushirib berganmiz. Xudo xolasa mana sinovimiz yaxshi o'tdi. 1 oy sinab ko'rdik. Panellarimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tib ketamiz sizlarga. Bu montajlarimizga Haymo 7 lonji kompaniyasining panellarini ishlatganmiz. Pilosini temir gofralarda montaj qilganmiz. Kabellarimizdan umri uzoq bo'lishi uchun 1 metr sement quyib, karkaslarimizni to'qiganmiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa